Assalomu alaykum hammaga. Xanqa, Kirkiyat sanatoriya yonidagi bog'damiz, ya'ni olma bog'idamiz. Olmalar tayyor. Kripson, 5 yulduz olmalar sotiladi obunachilar. Yuz demay hamma variantidan topsangizlar bo'ladi. Mayda, o'rtacha, ulug'. Terib ham beradilar. Narxini 5000 so'mdan deb turibdilar. Endi olishingizga qarab narxlarni balkim kelishib ham beradilar, xudo xolasa. Undan tashqari go'sht ham bor. Ko'rib turganingizdek, olma ham, nashvatimiz ham Turkiyaniki bo'lganligi uchun ob-havo moslashuvning qilganmi? Moslashmoqligi uchun shundan kamchiliklari bo'lgan, lekin go'sht ko'rib turganingizdek tayyor pishib yetilib turibdi. Narxini aytganimizning kelishgan holda 6, 7, 8 xullas kelishasi ustunda telefon nomerlarini aytganimizdek telefonni ekranda qoldiramiz obunachilar. Manfaatli bo'ldi deb umid qilamiz obunachilar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.